Farzand otadan aqlli bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta aqlli bo'ladi, chunki zamon kun sayin rivojlanish bo'lyapti. Misol shunday, ana hozir biz rivojlanyapmiz, ertaga bizdan bular 10 yil, 20 yil o'tib ketadi rivojlanishga. Bular yangilikka qarab intilsa, biz xursand bo'lamiz. Mendan aqlli bo'lsa, men xursand bo'laman. Farzandingiz sizdan aqlli bo'lsa, siz xursand bo'lasiz. Lekin agar sizga aqllilik qilsa-chi? Endi menga aqllik qilsa, vaziyatdan chiqib, agar to'g'ri bo'lsa, xo'sh, tan olib, farzandimni misol sindirmasdan harakat qilaman. Agar noto'g'ri yo'l tomon qarab ketayotgan bo'lsa, to'g'ri yo'lga qo'yish bu otalarning vazifasi. Unaqa bosim qilib farzandni sindirib tashlash ham yaxshi emas. Buni to'g'ri qabul qilasiz va tushuntirishga harakat qilasiz. Albatta. Xuddi shunday.